Ba'zan kichkina bir qadam katta ishlarga sababchi bo'lishi mumkin. Assalomu alaykum. Omonmisizlar? 2 kun oldin post qo'ygandim. Yanvar oyida inshaalloh musofirchilikda qiynalib turgan 10 ta odamni ish bilan ta'minlaymiz deb. Ko'plab do'stlarimiz hamkorlikka shu soha challenge-ga qo'shilib, biz ham o'z sohamizni tekin o'rgatishga tayyormiz. Shuncha odam ishga olishga tayyormiz deyishdi. Ularga alohida tashakkur va yuzlab, hatto minglab murojaatlar kelib tusha boshlashdi. Ba'zilariga shaxsan javob berdim, ba'zilariga hali ulgura olmayapmiz kommentlarda. Va mana shu murojaatlarni hammasini bir tizimlashtirish va ish beruvchilarni ham alohida bir dashbordda ko'rinib turadigan qilish maqsadida yaxshi bir sayt ishlab chiqdik. Qadrdon do'stimiz Muhammad Karim To'xtaboyev jamoasi bilan shu sohada mening xizmatim bo'lsin deb ajoyib bir platforma tayyorlab berishdi. Inshaalloh shuni bugun taqdim qilmoqchimiz. Nomi qaytish.com. Endi siz u yerga kirib 5 ta tilda o'zbek, tojik, qozoq, qirg'iz, turkman tillarida va ozarbayjon tili ham bor. O'zingiz haqingizda ma'lumot qoldirishingiz mumkin. Hozir qayerdasiz, qaysi davlatdasiz, nafaqat Rossiya, balki Qozog'iston, ehtimol Koreya, boshqa joylarda ham. Men kommentlarga orqasidan quvib, direktda yoki shaxsiyda deymiz, gaplashganimda hayratdan yoqa ushladimki, oliy ma'lumotli biz qidirib turgan ba'zi odamlar chet ellarda ishlab chiqarish sexida ishlab yuribdi. Bu yerda ma'lumotlar bo'shlig'ini to'ldirishga ehtimol xizmat qilar bu platforma. Sababi O'zbekistonda ham bo'sh ish o'rinlari juda ham ko'p, juda ham malakali xodimlarga ehtiyojlarimiz katta. Va mana shunday bo'shliqni to'ldirish uchun u yerga kirib ro'yxatdan o'tishingiz, o'zingizni qancha oylik bo'lganda vatanga qaytishingiz mumkin, hamma ma'lumotlarni qoldirishingiz mumkin va ish beruvchilar ham u yerda bemalol ro'yxatdan o'tib o'zlari haqida ma'lumotlarni qoldirishi mumkin. Kimdir ehson qilishmoqchi, kimdir maslahat bilan yordam beradi, kimdir deport markazida o'tiribdi, kimdir pasportni yo'qotib qo'ygan, kimdir undan bundan qiynalgan. Inshaalloh mana shu platforma har minglab odamlarni vataniga, issiq uyiga, oilasiga va bolalari, oilasi, ota-onasi bag'riga qaytishiga sababchi bo'lsa, ne ajab. Barcha yaqin do'stlarimizni mana shu ishga hamkorlikka taklif qilib qolamiz. Men o'ylayman, vatanim parvarlik burchi jihatdan ham hamma kelayotgan odam o'zining rizqi bilan keladi. Himmatni kattaroq olib, inshaalloh ishimni shuni kengaytiraman. Kelajak kelayotgan mana 2026-yilda shuncha odamni ish bilan ta'minlayman deb himmat qilib bir niyat qilsa, Alloh taolo menimcha baraka eshiklarni ochadi. Bir yaxshi ishni boshlayotgan paytimiz ulug'lardan birlari aytganlarki, mo'min kishi bir yaxshi niyat eshigini ochar ekan, Alloh taolo unga 70 ta yordam eshigini ochib qo'yadi deyshgandi. Qadrdon do'stlarimiz, fikr yetakchilari, influencerlar deymiz, blogerlar, qadrdonlarimizga barchalariga shu platformani xabardorlik masalasida ko'proq odamlarga yetib borishi uchun o'zlarini istoriyalarda yoki alohida bir post shaklida qo'yib xabardor qilishlarini so'rab qolardik. Va mana shu yo'lda hech bo'lmasa o'zingizni xayrixohligingizni ko'rsating, bo'lmasa duo qilib qo'ying demoqchiman. Barcha vatandoshlarimizga men O'zbekistonda o'tirib salomlarimizni yetkazaman. Siz o'ylaydigan juda ham bir tog'da suyansa arziydigan vataningiz bor. Shunday bir yaxshi bir muhit yaratilgan yurtboshimiz bor. Qancha sizlarni ish bilan ta'minlashga tayyor turgan tadbirkorlarimiz bor. Inshaalloh kelingizlar, bir jamoa bo'lib, birlashib shu vatanimiz obodligi yo'lida biz xizmat qilaylik. E'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat. Hurmat bilan Muhammad Ali Ishonqulov. Salomat bo'linglar. Rahmat. Pastda qaytish.com da alohida sayt o'laroq yozib qo'yapman. Alohida buni istoriyada ham ko'rishingiz mumkin. Telegram sahifalarida alohida qaytish passachisi.com nomi ostida kanal ham ochib qo'yganmiz. Unga ham kirib yangi ma'lumotlar olib turishingiz mumkin va u yerda har oy yoki har oyda 2 marta professional ustozlar tomonidan nasib dars o'tilishini ta'minlamoqchimiz. Umumiy milliy g'urur, milliy iftixor masalasida biz ancha katta ishlar qilishimiz kerak. Kechagi men postimda aytganimdek, oddiy bir o'ta kam ish haqi beriladigan ishda ishlaydigan tana va bu kalla bosh bilan, bu himmat bilan juda katta bir bizneslarni ham boshlash mumkin. Har bir insonning ichida bir buyuk inson yotadi. Maqsadimiz shuni uyg'otish. Esda tuting, har 100 yilda bir keladigan buyuk inson sizsiz. Rahmat.